Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga eng kichkina bo'lgan 3 ot kuchli motoblogimizdan 17 ot kuchlik eng katta motoblogimizgacha narx-navolarini, ma'lumotlarini tanishtirib o'tmoqchiman va kim shu turdagi motobloglardan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar ham, to'liqroq ma'lumotini olsanglar ham bo'ladi. E'tibor berasizlar. Birinchisida turgan motoblogimiz 3 ot kuchli motoblog. Undan keyingisi 5 ot kuchli motoblog. Undan keyingisi 7, undan keyingisi 9, undan keyingisi 15 va undan keyingisi 17 ot kuchli. E'tibor bergan bo'lsanglar, eng kichigidan kattalashib, eng kattasigacha hozir sizlarga ma'lumotlarni berishni boshladim. Xo'p, birinchi bo'lib uyga, xo'jalikka ishlatish uchun hamyonbop hamda qulay bo'lgan variant 3 ot kuchligidan boshlaymiz. Bu 3 ot kuchli motoblogimiz yoqilg'i turi hammasi hozir benzinliklarini sizlarga tanishtiryapman. Yoqilg'i turi benzin baklari 1 litrlik, 1 litr benzinga 40 gram avtolni aralashtirib qo'yasiz. Avtolni quyganingizdan keyin zavodnoy orqali yarimta tortishingizga zavod olib, juda ham yaxshi ishlab beradi. Motori ishga tushgandan keyin teo tomonda gazlari bor, gazini bosadigan bo'lsangiz, frezasi aylanib, yerda chopib beradi. Yeringizni chuqurligini 30 sm gacha haydasangiz bo'ladi. Enaga oladigan joyi 40-45 sm joyda oladi. Xohlasangiz yer haydab, xohlasangiz ekiningiz ichiga bitta dona ekinning ichiga tushib, arig'ini chopib, kultivatsiya qilib, agat olib foydalansangiz ham bo'ladi. 4-5 sotidan 10 sotikgacha bo'lgan joyingiz uchun bitta mana shuni o'zi bemalol hamma ishingizni qilib beradi. Agat olish, kultivatsiya qilish, chizillash hamma ishlarni qilib beradi. Xo'p. Undan keyingisi, xo'p, narx-navosini ham biro'la aytib ketaman. Bularimizni narxi 1.500 dan, bu modellari 2.500 gacha bor. Undan keyingisi 5 ot kuchli motoblogimiz. Bu 5 ot kuchli motoblogimizning birinchisidan farqi, buni motorlari karterli bo'ladi. Karterli degani motoriga отдельный masla quyiladi. Benzin toza 80 benzin quyiladi. Xo'p, bu karterlining yaxshi tomoni issiq kunda tez qizimaydi. Shuni hisobiga undan ko'ra kattaroq yerlarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, 20-30 sotik joylargacha bemalol olib foydalansanglar bo'ladi. Kichkina 3 ot kuchli modelimizdan yana bitta farqi, buni korobka qismi katta korobka qo'yilgan bo'ladi. Frezalari ham kattaroq, qalin frezadan qo'yilgan bo'ladi. Razmerlari bu ham xuddi shu 40-45 sm joyda chopib keta oladi. Bularimizning narx-navolari karterlilarimiz 2.500 dan 3.200 gacha mavjud ekanlar. Xo'p, ukam menga 5 ot kuchli emas, undan kattarog'i bo'lsin degan akalarimiz uchun 7 ot kuchlik motoblogimizni sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvat bo'lgan TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu turdagi motobloglarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham hamma biladi. TX motobloglari eng baquvvat hamda yaxshi motoblog hisoblanadi. Qattan qanaqa motoblog olishingizdan qat'iy nazar siz TX motoblogidan olsangiz eng baquvvat motoblog olgan bo'lasiz. Motoblogda olayotganda ham korobka qismini so'rab olishingiz kerak, nechtalik korobka qo'yilgani. Bu motoblogimiz motori 7 ot kuchlik, korobka qismi usulinli 450 talik katta korobka qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobiga ancha baquvvat motoblog hisoblanadi. Motori kichkina, korobkasi kattaligini hisobiga qiynalmasdan yaxshi sifatli ishlab beradi. Xo'p, yoqilg'i turlari benzin baklari 3 litrlik, 1 soatiga yarim litrdan benzin rasxod qiladi. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodni olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Oldiga 1 hamda 2 skorishlari bor, orqaga bittadan zatni xotlarigacha jihozlangan. Bu 7 ot kuchli motobloglarimiz 2-3 gektargacha bo'lgan joyingizni bemalol haydash, kultivatsiya qilish, agat olish, yuk tashishlaringizni bemalol qilib bera oladi. Bu 7 ot kuchlilardan assortiment katta, 500 xildan oshiq 7 ot kuchli motobloglarimiz bor. Eng arzon modeli 2.700.000 dan boshlab, bunaqa sifatli modellari 4.500.000 so'mgacha mavjud. Turiga qarab, sifatiga hamda eng birinchi o'rinda korobka qismini katta kichikligiga qarab narxi o'zgaraveradi ekan. Xo'p, undan keyingi motoblogimiz 7 ot kuchli motoblogdan kattaroq 9 ot kuchli motoblog. Motorlari
177F motor, yoqilg'i turlari benzinlik, yurishlari zavodnoy orqali. Bu motoblogimizni ko'pchiligiga yoqadigan tomoni, bu motobloglarimizga original karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga benzinni bu tanlamaydi. Oddiy 80 benzinda ham ishlayveradi hamda benzinni kamaydi va undan tashqari ko'pchiligiga yoqqan tomoni yana bittasi motor 9 ot kuchlik, korobka 17 ot kuchlikda korobkasi qo'yilgan. Shuni hisobiga motor kichkina, korobka katta bo'lib, yer hayda, puliga olib, agat olayotganingizda juda ham baquvvat ishlab beradi. Narx tomonlama arzonroq chiqadi, sifat tomonlama ancha baquvvat chiqadigan model hisoblanadi akalar bular. Xo'p, korobka qismi aytib o'tganimdek, katta 17 ot kuchlikda 550 talik korobkasi qo'yilgan, rollari uzun qilib ishlangan, oldiga 1 hamda 2 skorslar bilan jihozlangan. Bu motoblogimizda narx-navosi 7 xil modeli bor. Hammasini komplektga freza, tormoz, dokument, kult qo'shib beramiz. Eng arzon kichkina korobkaliklarini narxi 5 million so'mdan, eng katta korobkaliklari 6 million 500 gacha bor. Xo'p, undan keyingisi 9 ot kuchlikdan ham kattaroq 15 ot kuchli degan akalarimiz uchun ko'rishinglar mumkin. Motorlari 192F motor. Endi buni qulayliklari kattaroq, chunki buni oldi tomonida faralari bor. Kechki paytda svetlardan foydalansangiz bo'ladi. Hamda bular zavodni orqali ham zavod qilsangiz bo'ladi. Hamda bularga akkumulyator qo'yilgan. Kalitda ham yurg'izib foydalansangiz bo'ladigan model hisoblanadi bular akalar. Xo'p, korobka qismi har doimgidek katta korobka qo'ydirib kelamiz, chunki motoblogda motori kichkina bo'lib turib, korobka qismi qancha katta bo'lsa, o'shancha baquvvat motoblog hisoblanadi. Shuning uchun siz ham qattiq motoblog olayotganingizdan qat'iy nazar korobka qismini eng kattasini olishingizni maslahat beramiz. Xo'p, bu 15 ot kuchli motobloglarimizda narx-navolari akalar 5,5 milliondan boshlab 7,5 milliongacha har xil modellari bor. Xo'p, undan keyingi motoblogimiz 17 ot kuchlik. Motobloglarning ichida eng zo'ri ham hamda eng kattasi ham desa bo'ladi. TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvati. Birinchi o'rinda balonlari eng katta balon bo'ladi. Korobka qismlari 650 talik usulli korobka bo'ladi hamda satelitli, rollari gidravlikali motoblog hisoblanadi. Hamda mos qismiga bitta ahamiyat bersangiz, eng katta moslardan qo'yilgan bo'ladi. Bularda kichkina mos bo'ladi, bunda eng katta mos bo'ladi hamda motoblogda eng qulay joyi akalar. Motoblogda haydab ketayotganingizda yoki yer haydayotganingizda o'ngga, chapga burmoqchi bo'lsangiz, rolni tortmaysizda. O'ng ruchkani bossangiz o'ng tomonga, chap ruchkani bossangiz motoblog o'zi avtomatik chap tomonga burilib bera oladi. Shuni hisobiga bu motoblogimiz eng qulay motoblog hisoblanadi akalar. Yoqilg'i turlari aytganimdek, benzin rasxodi ekonomik, eng kattasini va eng zo'rini olaman degan akalarga har doim mana shu satelitli motobloglarimizni tavsiya qilamiz. Sizga qaysi motoblog 17 ot kuchlik, 15, 9, 7, 5, 3 qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, kommentga kirib yozing. Xuddi o'sha motoblogda 3 ot kuchli bo'ladimi, 5 ot kuchli bo'ladimi? Yozsangiz, o'sha mana motoblogda o'zini to'liq obzorini qilib, video qilib chiqazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yasizlar.